Bismillah, alhamdulillah, wassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol beribdilar. Bir ayoldan go'yoki savol kelyapti. Telefon orqali uyatsiz narsalarni ko'rish, ya'ni eri agar shuni ko'rsa, erkaklar ko'z zinosiga kiradimi debdilar. Kiradimi degan narsaga hojati yo'q aslida. Bu narsa tabiiy kirishligi. Ya'ni bu ko'z zinosi bo'lishligi tabiiy narsa, balki undan da yomon. Nega desak, chunki masalan bir inson begona ayolga qarasa, gohida begona ayolga qarashdan uyaladi. Ya'ni masalan kimdir unga qarab o'tirganligini his qiladi yoki shu ayol ham o'zi unga qarab shunda bir nojo'ya holatga tushib qolishligini his qiladi. Ammo mana u qo'lidagi jihoz bormi, boshqa bormi, bunaqa narsalarda qarasa, endi bu go'yoki hech unga monelik yo'q. Bir joyga pisinib olib, bilgan ishini qilib o'tiraveradi. Uni hech to'saydigan iymondan boshqa narsa yo'q endi. Shu Alloh qarab turibdi degan narsani his qilmasa, boshqa hech narsa uni to'sa olmaydi. Xohlagandek qilib tomosha qiladi. Bu haromligida shubha yo'q. Endi odamlar hozir o'ziga hamma narsaga yo'l topib aytadiki, bu narsa haqiqiy ayol emas-ku deydi. Haqiqiy ayol bo'lmasa, shuni ko'rganingda nega sen qo'zayapsan? Nega masalan devorga qarab qo'zimayapsan? Shuni ko'rganda qo'zayapsan. Shariatda qoida bor, usul ilmida, maqosid ilmida, al-ibratu bil maqosid. La bis-suvar bil mabani. Shariatda e'tibor maqsad, ma'noga qaratiladi. Narsalarda suratiga emas, quruq turishiga emas. Hadisda Rasululloh buni aslini aytib qo'yganlar. Innalloha la yanzuru ila suwarikum, valakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Alloh sizlarning suratlaringga, ko'rinishlaringga qaramaydi, qalbingdagi narsaga qaraydi degan. Endi qarang shu narsada. Bu haqiqiy ayol bo'lmagani bilan aslida haqiqiy ayol emas degan gap ham bekor. Haqiqiy ayoldan olinyapti. Nima bo'lmaydi? Haqiqiy ayol bo'lmaydi. Xo'p, haqiqiy ayol hozir mavjud emas desak ham, bu turgan narsa hozir shu haqiqiy ayol qilayotgan ishni qilyaptimi? Shuni qilyapti. Haqiqiy ayol qo'zg'atadigan shahvatni qo'zg'atyapti. Haqiqiy ayolda xohlaydigan narsa xohlab qolyapti kim o'shani ko'rib odam. Bu shariatda maqsadga qaratiladi, ma'noga. Bunaqangi narsani ko'rinishiga emas. Alloh taolo kullil mu'minin yaghuddu min absarihim deganda qarang. Mu'minlarga ayting ko'zlarini tiysinlar deganda. Shu oyat mana shunga javob. Nimadan tiysin? Qarang oyat davomida nima deyilgan? Ko'zlarini tiysinlar. Nimadan tiysin? Ayollardan degan joyi bormi? Aynan shu bitta ayolga qarashdan yo'q. Mu'minlarga ayting ko'zini tiysin dedi. Nimadan tiysin? Ayolga ham aynan bir ko'chada yurgan tirik jonga yo'q, shu tamom ayol zoti borki ko'zini tiysin. Nafaqat ayol zoti, kelib bo'lsa amroddan ham ko'zini tiy. Amrod degani mana ba'zilarda shunaqangi buzuqlik paydo bo'ladi. Yosh bolalarga, endi hali balog'atga ketayotgan, soqoli chiqmagan bolalarga nisbatan shahvoniy nazar bilan qaraydi. Shunaqangi buzuq odamlar bor. O'sha amroddan ham endi qarashligi harom bo'ladi. Ya'ni soqol chiqmagan yosh bolaga ham qarash u harom bo'ladi. Chunki umum aytiladi, ko'zini tiysin tamom. Shu bu insonni qo'zg'atadigan, bulg'aydigan narsadan ko'zini tiysin. Nimadan bo'lishidan qat'iy nazar. Suratimi, u haykalimi, u hammasidan. Hattoki bu qarang hali surat ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda nima deganlar? La tan'atul mar'ata li zawjiha ka'annahu yanzuru ilayha. Ochiq mana shunga dalil buni. Bir ayol erini oldiga borib, bir ayolni, boshqa bir ayolni sifatlab bermasin, erini unga qaragandek qilib deganlar. Mana ko'p ayollarda hozir shunaqada. Ayollar erini oldiga boradi-da, bir ayolda aytib beradi. Palon ayol sariq ekan, oq ekan, semiz ekan, ozg'in ekan, uzun ekan, pakana ekan, hamma narsasini aytib beradi. Endi u er xayolida u ayolni chizib oladi. Hamma narsasini chizib uni hamma narsasini chiqarib beradi sizga. U qaramaganligi qolmadi, uni qaradi, tamom. Hozir hadisda aynan shu aytilyapti. Bir ayol borib olib, eriga bir ayolni gapirib bermasin unga qaragandek qilib deganlar. Shuning uchun ham Alloh taolo oyatda mana ayollar hijobsiz o'tirishligida ijozat berganda mahramlarda sanab shulardan ayollarni zikr qilgan. Ayollar oldida ham hijobsiz o'tirsa bo'ladi deb, lekin umumiy ayollar deganmi yo'q. Aw nisaihinna. O'zlarining ayollari oldida hijobsiz o'tirsalar ham hech qisi yo'q degan. O'zlarining ayollari degan o'ziga o'xshagan bir
pokiza musulmon ayollar oldida. Bunaqangi bir tuturuqsiz ayollar bo'lsa, kofir ayollar bo'lsa, bu musulmon ayolda hamma joyini ko'rib olib, borib keng ko'chadagi erkakka gapirib yursa, bu ayol hijobini yechdi degani. Shuning uchun aynan oyatda ayollar emas, o'zlarining ayollari keltirgan. Endi hali borib olib bir ayolni eriga shunaqangi sifatlab berishida qaytarilayotgan bo'lsa, toki shu erning xayoliga shu ayol kirmasin-da, shahvatini qo'zitmasin deb shu ma'noda. Endi mana rasmi qanday harom bo'lmaydi? Endi bu narsani haromligini yana boshqa yo'ldan ham chiqarsangiz bo'ladi. Shu erkak onasini oldida shu narsani ko'ra oladimi? Yoki qizini oldida shu narsani ko'ra oladimi? Men bir haqiqiy bir odam sifat insonni aytayapman-da, endi bir odamgarchilikdan chiqib ketganlar ehtimol qilishi ham mumkin-da, ko'ra olmaydi. Nega ko'ra olmaydi? Uyaladi chunki. Rasululloh gunohni nima deganlar? Al-ismu ma hakka fi sadrik va karihta an yattali alayhin nas. Gunoh shu ko'nglingda g'ash bo'lgan narsa gunoh deganlar. Odamlar shuni bilib qolishini xohlamaydigan narsang gunoh deganlar. Ko'ngilda g'ash bo'lmaydimi? Kim shuni ko'rgan? Nimaga hamma bir odam borki, shu ko'nglida g'ash bo'ladi. Yoki odamlar shuni bilib qolishini xohlamagan narsang deganlar. Odamlar bilib qolishini xohlaysizmi? Hamma yoqqa shuni sizni shu narsani ko'rib turgan holatingizdagi suratingiz chiqib ketsa, tasavvur qiling. Xursand bo'lib do'ppizni osmonga otasizmi? Men suratni tarqalib hamma joyga deb. Nima qilasiz? Yer yorilmadi, yerga kirmadim deysiz. Nimaga uyalayapsiz? Hadisda aytib qo'yibdilarki, chunki shu gunoh mana. Shuning uchun uyalayapsiz. Ana shu hayoni faqat Allohdan qilish kerak, odamlardan emas. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sahih hadis. La'rifanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanat amsalu tihama. Ummatimdan bir insonlarni bilaman. Qiyomat kunida Tuhoma tog'ichalik katta tog' hasanatlarni olib keladi. Katta yaxshiliklarni ko'tarib keladi. Alloh ularni sochilgan qumga aylantiradi, yaxshiliklarni bir pul qiladi. Nega? Sahobalar shuni so'radi, "Ya Rasululloh, sifhum lana." Bizga sifatlab bering o'sha odamlarni, biz shularga o'xshab qolmaylik deganda aytdilarki, "Innahum ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun." Ular sizlar kechalari namozlar o'qib chiqqanlaringdek namoz o'qib chiqadi ular ham kechalari bilan. Hamma narsasi joyida. Ro'zalar tutishadi. Walakin idza khalu bi maharimillah intahakuha. Lekin ular agar Alloh harom qilgan narsalar bilan xilvatda qolib ketsa, shuni qilib qo'yadi, poymol qiladi deganlar. Allohni hurmatini qilmaydi. Odamlardan uyaladi, Allohdan uyalmaydi. Xilvatda qoldi deganda shu buzuqlikni boshlaydi. Walakin idza khalu bi maharimillah intahakuha. Alloh harom qilgan narsa bilan xoli qolib ketsa, shuni poymol qilib qo'yadi. Ana shu qilgan ishi ularning amallarini habata qilib yuboradi. Tog'dek kechalari bilan o'qib chiqqan namozlarini habata qilib yuboradi. Shuni bilaylik. Haromdan lazzatlangan ko'zdan hech qachon Allohdan qo'rqib yosh chiqmaydi. Shuni bilib oling. Toki shu gunohdan tavba qilmaguncha. Haromdan lazzatlangan ko'zdan Allohdan qo'rqib hech qachon yosh chiqmaydi. Chiqayotgan bo'lsa ham xomtama bo'lmang, Allohdan qo'rqib chiqqan yo'q. O'tmishingizdagi bir g'amga voqeani eslab yig'layapsizmi? O'zizcha Qur'onni eshitganda yoki quruq ohangidan yig'layapsizmi? Yoki bir nashida eshitib o'zizcha buni bir ohangidan yig'layapsizmi? Yoki bir ta'sirli voqeani ko'rib o'shandan ta'sirlanib yig'layapsiz, o'zizcha Allohdan qo'rqyapman deb. Allohdan qo'rqish qachon? Allohdan qo'rqib yig'lash qachon bo'ladi? Inson Alloh bilan xoli qolib bir o'zi yolg'iz hech kimga bildirmasdan yig'laydi. Ana shu Allohdan qo'rqadigan yig'i deyiladi. Bu vaqanga shunchaki ta'sirlanganlikdan emas. Vallohu alam. Men bir haqiqiy bir odam sifat insonni aytayapman-da, endi bir odamgarchilikdan chiqib ketganlar ehtimol qilishi ham mumkin-da, ko'ra olmaydi. Nega ko'ra olmaydi? Uyaladi chunki. Rasululloh gunohni nima deganlar? Al-ismu ma hakka fi sadrik va karihta an yattali alayhin nas. Gunoh shu ko'nglingda g'ash bo'lgan narsa gunoh deganlar. Odamlar shuni bilib qolishini xohlamaydigan narsang gunoh deganlar. Ko'ngilda g'ash bo'lmaydimi? Kim shuni ko'rgan? Nimaga hamma bir odam borki, shu ko'nglida g'ash bo'ladi.
yoki odamlar shuni bilib qolishini xohlamagan narsang deganlar. Odamlar bilib qolishini xohlaysizmi? Hamma yoqqa shuni sizni shu narsani ko'rib turgan holatingizdagi suratsiz chiqib ketsa tasavvur qiling. Xursand bo'lib do'ppizni osmonga otasizmi? Men suratni tarqalib hamma joyga deb. Nima qilasiz? Yer yorilmadi, yerga kirmadim deysiz. Nimaga uyalayapsiz? Hadisda aytib qo'yibdilarki, chunki shu gunoh mana. Shuning uchun uyalayapsiz. Ana shu hayoni faqat Allohdan qilish kerak, odamlardan emas. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sahih hadis. La arifanna aqwaman min ummati ya'tuni yawmal qiyamati bihasanat amsalu tihama. Ummatimda bir insonlarni bilaman. Qiyomat kunida Tuhoma tog'ichalik katta tog' hasanatlarni olib keladi. Katta yaxshiliklarni ko'tarib keladi. Alloh ularni sochilgan qumga aylantiradi, yaxshiliklarni bir pul qiladi. Nega? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol beribdilar. Bir ayoldan go'yoki savol kelyapti. Telefon orqali uyatsiz narsalarni ko'rish, ya'ni eri agar shuni ko'rsa, erkaklar ko'z zinosiga kiradimi debdilar. Kiradimi degan narsaga hojat yo'q aslida. Bu narsa tabiiy kirishligi. Ya'ni bu ko'z zinosi bo'lishligi tabiiy narsa, balki undan da yomon. Nega desak, chunki masalan bir inson begona ayolga qarasa, gohida begona ayolga qarashdan uyaladi. Ya'ni masalan kimdir unga qarab o'tirganligini his qiladi yoki shu ayol ham o'zi unga qarab shunda bir nojo'ya holatga tushib qolishligini his qiladi. Ammo mana u qo'lidagi jihoz bormi, boshqa bormi, bunaqa narsalarda qarasa, endi bu go'yoki hech unga monelik yo'q. Bir joyga pisinib olib, bilgan ishini qilib o'tiraveradi. Uni hech to'saydigan iymondan boshqa narsa yo'q endi. Shu Alloh qarab turibdi degan narsani his qilmasa, boshqa hech narsa uni to'sa olmaydi. Xohlagandek qilib tomosha qiladi. Bu haromligida shubha yo'q. Endi odamlar hozir o'ziga hamma narsaga yo'l topib aytadiki, bu narsa haqiqiy ayol emas-ku deydi. Haqiqiy ayol bo'lmasa, shuni ko'rganingda bormi? Aynan shu bitta ayolga qarashdan yo'q. Mo'minlarga ayting, ko'zini tiysin dedi. Nimadan tiysin? Ayolga ham aynan bir ko'chada yurgan tirik jonga yo'q. Shu tamom, ayol zoti borki ko'zini tiysin. Nafaqat ayol zoti, kelib bo'lsa amroddan ham ko'zini tiy. Amrod degani ana ba'zilarda shunaqangi buzuqlik paydo bo'ladi. Yosh bolalarga endi hali balog'at ketayotgan, soqoli chiqmagan bolalarga nisbatan shahvoniy nazar bilan qaraydi. Shunaqangi buzuq odamlar bor. O'sha amroddan ham endi qarashligi harom bo'ladi. Ya'ni soqol chiqmagan yosh bolaga ham qarash bu harom bo'ladi. Chunki umum aytiladi, ko'zini tiysin tamom. Shu bu insonni qo'zg'atadigan, bulg'aydigan narsadan ko'zini tiysin. Nimadan bo'lishidan qat'iy nazar. Suratimi, u haykalimi, u hammasidan. Hattoki bu qarang hali surat ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda nima deganlar? La tan'atul mar'ata li zawjiha ka'annahu yanzuru ilayha. Ochiq mana shunga dalil buni. Bir ayol erini oldiga borib, bir ayolni boshqa bir ayolni sifatlab bermasin, erini unga qaragandek qilib deganlar. Mana ko'p ayollarda hozir shunaqada. Ayollar erini oldiga boradi-da, bir ayolda aytib beradi. Palon ayol sariq ekan, oq ekan, semiz ekan, ozg'in ekan, uzun ekan, pakana ekan, hamma narsasini aytib beradi. Endi u er xayolida u ayolni chizib oladi. Nega sen qo'zayapsan? Nega masalan devorga qarab qo'zimayapsan? Shuni ko'rganda qo'zayapsan. Shariatda qoida bor, usul ilmida, maqosid ilmida, al-ibratu bil maqosid. La bis-suvar bil mabani. Shariatda e'tibor maqsad, ma'noga qaratiladi. Narsalarda suratiga emas, quruq turishiga emas. Hadisda Rasululloh buni aslini aytib qo'yganlar. Innalloha la yanzuru ila suwarikum, valakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Alloh sizlarning suratlaringga, ko'rinishlaringga qaramaydi, qalbingdagi narsaga qaraydi degan. Endi qarang shu narsada. Bu haqiqiy ayol bo'lmagani bilan asli haqiqiy ayol emas degan gap ham bekor. Haqiqiy ayoldan olinyapti. Nima bo'lmaydi? Haqiqiy ayol bo'lmaydi, nima edi? Xo'p, haqiqiy ayol hozir mavjud emas desak ham, bu turgan narsa hozir shu haqiqiy ayol qilayotgan ishni qilyaptimi? Shuni qilyapti. Haqiqiy ayol qo'zg'atadigan shahvatni qo'zg'atyapti. Haqiqiy ayolda xohlaydigan narsa xohlab qolyapti kim o'shani ko'rib odam. Bu shariatda maqsadga qaratiladi, ma'noga. Bunaqangi narsaning ko'rinishiga emas. Alloh taolo qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim deganda qarang.
Mo'minlarga ayting ko'zlarini tiysinlar deganda. Shu oyat mana shunga javob. Nimadan tiysin? Qarang oyat davomida nima deyilgan? Ko'zlarini tiysinlar. Nimadan tiysin? Ayollardan degan joy hamma narsasini chizib uni hamma narsasini chiqarib beradi sizga. U qaramaganligi qolmadi, uni qaradi, tamom. Hozir hadisda aynan shu aytilyapti. Bir ayol borib olib, eriga bir ayolni gapirib yurmasin unga qaragandek qilib deganlar. Shuning uchun ham Alloh taolo oyatda mana ayollar hijobsiz o'tirishligida ijozat berganda mahramlarda sanab shulardan ayollarni zikr qilgan. Ayollar oldida ham hijobsiz o'tirsa bo'ladi deb, lekin umumiy ayollar deganmi yo'q. Aw nisaihinna. O'zlarining ayollari oldida hijobsiz o'tirsalar ham hech qisi yo'q degan. O'zlarining ayollari degan o'ziga o'xshagan bir pokiza muslima ayollar oldida. Unaqangi bir tuturuqsiz ayollar bo'lsa, kofir ayollar bo'lsa, bu musulmon ayollar hamma joyini ko'rib olib, borib keng ko'chadagi erkakka gapirib yursa, bu ayol hijobini yechdi degani. Shuning uchun aynan oyatda ayollar emas, o'zlarining ayollari deb keltirgan. Endi hali borib olib bir ayolni eriga shunaqangi sifatlab berishida qaytarilayotgan bo'lsa, toki shu erni xayoliga shu ayol kirmasin-da, shahvatini qo'zitmasin deb shu ma'noda. Endi mana rasmi qanday harom bo'lmaydi? Endi bu narsani haromligini yana boshqa yo'ldan ham chiqarsangiz bo'ladi. Shu erkak onasini oldida shu narsani ko'ra oladimi? Yoki qizini oldida shu narsani ko'ra oladimi?